qarang to'xtang. Ha? Siz oy keldi. Instagramda menimcha hozirgi kunda ko'pchilik insonlar ko'ryapti, trend chiqdi, eshitgan bo'lsangiz. Ana gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz deydi. Ya'ni oldin ana bekitib yurgan sirlarni bugun aytiladi, lekin muhokama qilmaymiz. Hamma bo'lish yo'q. Kelishuv o'yini o'ynaymiz. Mayli. Boshlang. Men boshlayman. Ha, boshlang. Qani ko'rsiz oxirida. Abbos, bilasizmi? O'tgan safar ko'rsatuvda siz kech qoldingiz, to'g'rimi? Ha, o'sha paytda endi operatorlar ham shu yerda edi. Vaqtida kelishgandi. Ular bilan sizni yomonladik. Muhokama qildik ya'ni. Gaplashamiz, lekin muhokama qilmaymiz. Managa galimmi? Ha, sizga galingiz. Esingizda bo'lsa, Farina sizga o'tgan hafta bir kompaniyadanmiz, bitta Sardor degan akkauntdan bitta odam yozdi. Ha, esimda bilaman. Pulni beramiz, reklama, kiyim do'koninizda. Sizga o Sergeli tarafga 1 soatlik yo'l edi. Lokatsiya tashlab berdi. Ha, Keyin bordingiz-ku, Bordim. telefonni ko'tarmadi. ko'tarmadiki, yo'q qoldi. Ha? O'sha mani. Nima? Sen ketmon bilan beliga solasan, men oyog'iga o'roq bilan solaman. Ya, qizi, ayza. Aniq sizmi deysiz?